Internetda salomatlik haqidagi ma'lumotlar har qachongidan ham ko'p. Bilimli shifokorlar, olimlar va mutaxassislar har kuni ilmga asoslangan bilimlarni yetkazishga harakat qilmoqda. Ammo ularning faktlarga tayangan sokin ovozi shov-shuvli va'dalar orasida yo'qolib ketyapti. Hozir internetda rost va yolg'on aralashib ketgan. Kimdir kallaga iching, 10 yilga yosharasiz deydi. Boshqasi yo'q, faqat suyak sho'rva iching deydi. Kim haq? Men kimyogar sifatida har qanday davoni bir savol bilan tekshiraman. Buni ilm tasdiqlaydimi? Chunki tanamizni aldab bo'lmaydi. Tanamiz reklama bo'yicha emas, biokimyo qonunlari bo'yicha ishlaydi. Tana avval pichirlaydi, charchoq, quvvatsizlik, bosh aylanishi, keyin ovozini ko'taradi, soch to'kilishi, tirnoq sinishi, sovuqqa chidamsizlik. E'tibor bermasak, kasalxonada qichqiradi. Bu kanalda biz mo'jizalarni emas, faktlarni muhokama qilamiz. Men sizga oziq-ovqat va atrof muhitga kimyogar ko'zi bilan qarashni o'rgataman. Toki sizda internetdagi yolg'onlarga qarshi ilmiy immunitet hosil bo'lsin.